Xo'p, qarang. Kimyoviy bog' degan tushuncha bor. Kimyoviy bog'. Kimyoviy bog' deganda nimani tushunamiz? Kimyoviy bog' degani ikkita atomni birlashtirib turuvchi umumiy juft elektronlar soni. Qaytarinchi nima ekan? Sigma A kimyoviy bog' atomlarni bog'lab turuvchi A sigma bilan pimi? bog'lovchi umumiy juft elektronlar soni. Nima ekan? Atomlarni bog'lab turuvchi umumiy juft son. Elektronlar soni. Elektronlar soni. Keyin valent elektron degan tushuncha bor. Valent elektron. Bu kimyoviy qisqartmasi yozib qo'yaman. Kimyoviy bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar. Nima ekan? Kimyoviy bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar. Keyin valent elektronlar har doim o'sha elementning nimasiga teng bo'ladi? Guruh raqamiga. Guruhni ko'rgan edik o'tgan safar. Nechta guruh bor edi? 8 ta guruh bor edi. Xo'p, endi har bitta elementni valent elektronlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni valent elektron bu bog' hosil qilishda qatnashadigan elektronlar hisoblanadi. Elementning eng tashqi qavatida bo'ladi. Yadrodan uzoqda turgan elektronlar bog' hosil qila oladi. Yadroga yaqin joylashgan elektronlar bog' hosil qilmaydi. Chunki uni yadro kuchli tortib turadi. Tushunarlimi? Endi deylik, vodorod elementini olamiz. Vodorod. Ikkita vodorod atom. Xo'p, vodorod guruh raqami necha vodorodni? 1. Demak, nechta elektroni bor uni? Bitta elektroni bor. Endi kislorodni olaman. Kislorod 6. Kislorodda 6 ta elektron bor. Nima uchun 6 ta bo'ldi? 6-guruhda turgan. No'des. 1 2 3 4 5 6 ta. Bunisida ham nechta bor? 6 ta. Endi azotni olamiz. Azot 5 ta. Azot nechta? 5 ta. Xo'p. Lyuz va Ko'stal nazariyasi bor. Yozib qo'yamiz ismini. Lyuz va nima dedim? Ko'stal degan olim bor. O'shalarning nazariyasi bor. Nazariyasida nima deydi? Oktet hamda duplet qoidasi. Oktet va duplet. Oktet degani nima degani? Bilamizmi? Oktet bu 8 talik. Duplet 2 talik. Nima ekan? Oktet 8 talik, duplet 2 talik. 8 talik degan nima degani desak, masalan, elektronlar sonini 8 ta qilsa oktet, 2 ta qilsa duplet bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni har bir element elektronlar sonini 8 ta qilishni xohlaydi yoki 2 ta qilishni xohlaydi. O'shanda o'sha element barqaror bo'ladi. O'z maqsadiga yetadi.
Tushunarli? Hozir mana vodorodga qarang, vodorod nechta elektron bor? Bitta vodorodda. Nechta bo'lish xohlaydi u? Ikkita bo'lishni xohlaydi. Keyin mana vodorodga keladi, aytadi, "Ke" deydi, ikkalamiz elektronimizni o'rtaga tashlaymiz deydi. Seni elektroning meniki, meniki seniki deydi. Ya'ni ikkalasi bir-birinikini o'rtaga bo'lishadi. Tushunyapsizmi? Keyin orasida nima paydo bo'ladi endi orasida mana? Bular orasida bitta bog' bo'ladi. bog' paydo bo'ladi. Bu degani mana bu vodorodda nechta elektron harakatlanyapti? Ikkita. Ikkita. Yo'q. Bunisida ham ikkita. Demak, ikkalasi mana o'rtaga tashladi-ku. Shuni hisobiga. Masalan, mana vodorodning 1 million puli bor, bu vodorodning 1 million puli bor. Misol telefon olmoqchi, telefon 2 million. Nima qiladi? 1 million tashlab, o'rtaga 2 million qiladi. Shunda ikkalasining puli qancha bo'ladi? 2 million bo'ladi. Ikkalasi ham yetadi. Xo'p, bunisida endi mana bunda necha bog' hosil bo'lyapti mana? Bitta. Yo'q. Ikkita. Ikkita bog'. Endi mana bu kislorodda nechta elektron harakatlanyapti mana qarang. 6ta. Yo'q, 8ta. Bundachi? U ham 8ta. Ikkalasi 8ta bo'ldi. Qaysi holat bo'ladi 8ta bo'lishi? Oktet. Oktet. Azotdachi? Azotda necha bog' bo'ladi endi bu? 3ta. 3ta bog' bo'ladi. Bu ham oktetmi, dupletmi? Oktet. Oktet. Endi qaraymiz. Demak, bog'larni qanaqa turlarini bilamiz ekan, bog'larni. Birinchisi qanaqa bog'? Sigma. Oddiy uzun bog'. To'g'rimi? Ikkinchisi qanaqa bog'? Ravno o'xshagan. Endi bularning nomlarini o'zib chiqamiz. Birinchisining nomi nima edi? Aytishga hozir. Sigma. Sigma bog'. Endi ikkinchisining nomi ikkita bog' bo'lgani uchun qo'sh bog'. Bunisi 3 bog'. Xo'p, sigma bog' endi bitta bog' bo'lgani uchun buni nomini yana boshqacha nomi bor. Birlamchi bog' deyiladi. Nima ekan? Birlamchi. Bunisi esa ikkilamchi. Ikkilamchi. Bunisi uchlamchi. Endi sigma bog'ning nomi ko'p. Misol sigma, birlamchi, oddiy bog' ham deyiladi. Qanday bog'? Oddiy bog'. Keyin yakka bog' deyiladi. Yakka bog' tojishidan kirib kelgan bu. Yak 1 degan. Tushunarli? Xo'p, endi har bitta bog'ni 2 dona elektron hosil qiladi. Mana 1 nechta elektron? 2ta. Ikkita bog'da nechta elektron hosil qilyapti mana? 4ta. 3ta bog'dachi? 6ta. 6ta. Endi bog'lar soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha o'sha bog'imiz kalta bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, mana bu sigma bog'imiz nima bo'ladi? Eng uzun bo'ladimi? Eng kaltasichi? Uchlamchi bo'ladi. Uchlamchi bog' bo'ladi. Xo'p, nimaga?
yoki savol bersa, qaysi bog'ni uzish oson yoki qiyin desa. Masalan, bitta 3 ta. Siz bitta odamga qarshi chiqyapsiz, osonmi? 3 ta odamni qarshisi osonmi? Qaysi birda qiyin bo'ladi? 3 tadami? 3 ta odamga Ha, qarshi. o'shaning uchun Ha. 3 ta bog'imiz demak, uni uzish qiyin. O'shaning hisobiga bog'i eng kaltasi bo'ladi. Oddiy bog'imiz eng uzunni uzish oson bo'ladi. Endi mana bitta holatda sigma bog'i belgisi mana bunaqa bo'ladi, ko'rgan bo'lsangiz agar. Ko'rganmisiz? Buni sal Ha, shunga o'xshash. Mana bunday. To'g'rimi? Endi ikkita bog' bo'lsa, bittasi sigma bog' bo'ladi, bittasi pi bog'. Mana bunda ham bittasi sigma bog', qolgani pi bo'ladi. Tushundingizmi? Ha. Xo'p, buni bekorga aytib ketmadim. Valentlikni tushuntirishdan oldin buni ozgina tushuntirib ketdim sizga. Bormi shundan savolingiz? Valentlik deb nimaga aytiladi? Valentlik deb bir element atomi boshqa elementning atomlarini o'ziga tortib olish xususiyati. Nima ekan? Qisqa qilib yozib qo'yaman. Bir element atomi ikkinchi boshqa elementlarni o'ziga tortib olish. Atomlarni biriktirib olish xususiyati deb qo'yaman. Atomlarni biriktirib olishi. Xo'p, endi valentlik qaysi so'zdan olingan desak, valentlik valens so'zidan olingan. Nima ekan? Valens so'zidan olingan bo'lib, ma'nosi nima edi? Kuchi bor degan ma'noni bildiradi. Keyin valentlikni qaysi olim aniqlaganda bilamizmi? Yo'q. Valentlikni Frank Lent degan olim aniqlagan. Frank Lent 1852-yilda. Tushunarli? Xo'p, valentlik vodorod elementiga nisbatan topilgan. Kimga nisbatan? Vodorod elementiga. Nimaga aynan vodorod deb o'ylaymiz? Eng osoni o'rganish o'shaga. Hozir tushuntiraman. Xo'p, vodorodning valentligi har doim 1 bo'ladi. To'g'rimi? Ha. Vodorod demak yozib qo'yamiz mana bu yerga. Vodorodning valentligi necha valentli? 1. O'zgarmas. Qayerda ko'rsak ham vodorod necha bo'ladi? 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Endi deylik moddalarni yozib olamiz. Masalan H klor. Xlorid sita oshqozon tarkibida bo'ladi. Suv. Bilasizmi uni formulasini? Keyin Ha. ammiak. Bu zaharli gaz. Keyin metan. SH4. Xo'p. Nima uchun vodorodga nisbatan aniqlangan desak, misol vodorod bilan kelgan element nechta vodorodni o'ziga biriktirib olsa, o'sha elementning valentligi shunga teng bo'ladi. Masalan, mana bu xlor nechta vodorodni olib kelgan, o'zi bilan yetaklab kelgan? Bitta. Demak, xlorning valentligi necha degan ular? 1 degan. Kislorod nechta vodorodni biriktirib olgan o'ziga? 2. Demak, kislorodning valentligi 2. Azotchi 3 ta. Demak, azotning valentligi 3. Uglerod
4 yoki buni strukturasini yozib bilsak ham bo'ladi. Mana vodorod bir valentli bo'lsa nechta qo'l chiqadi? Bitta qo'l chiqadi. Endi sodli strukturasi. Shunday bo'ladimi? Kislorod 2 valentli bo'lyapti. Ammiakda esa mana bunday 3 valentli bo'ldimi azot? Metandachi? Tushundingizmi? Nimaga vodorodga nisbatan olingan? Nechta vodorodni olib kelishiga qarab valentligi aniqlangan. Lekin u har doim to'g'ri kelmagan. Ya'ni vodorodsiz bo'lgan moddalar uchun tushmagan. Valentlik ikki xil bo'ladi. Birinchisi qanday valentliklar? O'zgarmas. O'tgan bo'lsa kerak, oldin sizga valentlik to'g'rimi? Xo'p, o'zgarmas valentliklar qaysi? Davriy sistemada. Birinchi, uchinchi guruh. Aha. Demak, vodorod, keyin nima? Birinchi A guruh, asosiy guruh. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy. Fransiya radioaktiv bo'lgani uchun kirmaydi. Keyin istisno tariqasida kim ham bor? Ftor ham bor. Bularni valentligi necha bo'ladi? O'zgarmas 1 bo'ladi. Endi ikkinchi guruhga. Berili, to'g'rimi? Magniy, kalsiy, bariy, stronsiy. To'g'rimi? Kislorod, ruh, kadmiy. Bular necha? 2. Endi 3 valentlilar. Bor, alyuminiy, kaliy, indiy, talliy. Bular 3. Endi qanaqa? O'zgaruvchan. To'g'rimi? O'zgaruvchan valentliklar qaysi guruhdan boshlanadi? 4-guruhdan. Xo'p, buni topishni oson yo'li bor, bilamiz-a? Nechta vodorod nima qilishni? Nimasiga? Nechta vodorod o'ziga tortishini? Yo'q. Hozir birinchi elementlar yozib olaylik. 4 dan kim bor? Uglerod, kremniy, germaniy. Yo'q, asosiy guruh. Qalay, qo'rg'oshin. Faqat chapdagini o'qiyapman men. A ni tagida turganlar asosiy elementlar. O'qiymiz. Uglerod, kremniy, germaniy, qalay, qo'rg'oshin. Endi 4 guruh raqami qanaqa son? Juftmi, to'qmi 4? Juft bo'lsa valentligi ham juft bo'ladi. 4 gacha bo'lgan juft sonlar necha bor? 2 bilan 4. 2 bilan 4. Keyin yana bitta ma'lumot sizga. Eng yuqori valentligi elementni guruh nomeriga teng bo'ladi. Guruh nomeri 5 bo'lsa, eng yuqori valentligi 5 bo'ladi. 6 bo'lsa, eng yuqorisi necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Endi 5-guruhni boshlaymiz. 5-qarang, 5-guruhdan boshlab 5, 6, 7 da eng birinchi turgan elementlar valentlik qoidasiga bo'ysunishmaydi. Tushunarli? Faqat 3 ta element bor bo'ysunmaydigan. Kim? Kislorod, azot va ftor. 5-guruhdan azot, 6 dan kislorod, 7 dan ftor.
Uni pastdagilarni aytamiz endi. Azotni pastda kimlar turibdi? fosfat, Misyak, mashyak, surma, surma, vismut. vismut. 5 qanaqa son? 90, 90lar aytamiz endi. 1, 3, 5. Faqat bir olmaymiz bunda. Faqat shundan olmaymiz. 3 5 bo'ladi. Demak, azot bo'ysunmaydi ekan. Azotning o'zini valentligi bor ekan. Necha ekan? 2 2, 2 3. Xo'p. 4. Endi 6-gruppadan bo'ysunmaydigan kim bor? Kislorod, Kislorod pastdagilarni aytamiz endi. sera, o'lmaydi. Sera, Oltin gugurt, oltin gugurt, selen selen, va poloniy. poloniy, Xo'p, endi 6 qanaqa son? O'chaqson, Demak, aytamiz sonlar. 2, 4, 6. Xo'p, bo'ysunmaydigan kislorodni nimaga oldik? Chunki u o'zgarmas 2. Endi 7-gruppadan kim bor? Ftor bor, ha? Ha, Bundan tashqari qolganlar endi. klor, brom, yod, astat. Xlor, brom, yod, astat. 7 qanaqa son? Toq. Toq sonlar aytamiz endi. 1 1, 3, 5, 7. Ftorni biz oldik. Nechiga? 1. 1 ga oldik. Bu demak shparyalka bu sizga. Tushunarli? Ha, Endi boshqa hozir faqat asosiy elementlarni aytib chiqdik. Endi qo'shimcha elementlarni aytishimiz kerak. Yodlaymiz uni to'g'rirog'i. Uni shparyalkasi yo'q. Asosiylari metallar, D metallar. Misol kim? Temir, kobalt va nima? Nikel. nikel, Bularni valentligi 2 bilan necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Buni nima qilasiz? Buni yodlaysiz o'zi. Temir, kobalt, nikel desdagin 2 3 valentli. Tushunarli? Keyin oltin bilan kumush. Bularni valentligi 1 bilan necha? 3. 3 bo'ladi. Keyin mis bilan simok. Bu ham mashhur juda ham. Bularning valentligi 1 bilan necha? 2 bo'ladi. Keyin xrom degan element bor. Xrom. Xromning valentligi bu ham mashhur metal 2 3 necha? 6. Keyin marganes elementi. Marganes valentligi 2 3 4 6 5, yo'q 5 bo'lmaydi. 6. 7 bo'ladi. Tushunarli? Bularni siz yodlab qo'ysangiz testda muammo bo'lmaydi. Kimyoviy formula. Kimyoviy formula nimaligini bilasizmi? Bilaman. Nima edi? Nimalarni elementlarning nomini qiynalib o'tirish, yozib, uzun qilib o'tirish o'rniga nima edi? Grek so'zlaridan birinchi harfini olingan, lekin ba'zilari nomi o'xshashki, o'shanga ikkita bor ba'zilarda, lekin ikkinchi harfidan kichkina bo'ladi. Siz kimyoviy belgini aytyapsiz. Formulada keyin nima edi? Xo'p, kimyoviy formula degani, kimyoviy belgilar zarurat bo'lsa indeks orqali foydalansa.
Ya'ni kimyoviy formulani qisqa qilib aytganda ikkita qismdan iborat bo'ladi. Kimyoviy formulaning ichida birinchi asosiy bo'ladigani kimyoviy nima bo'ladi? O'sha elementning siz aytgan belgisi bo'ladi. Ikkinchisi valentligi. indeksi bo'ladi. Indeksning tarjimasi atomlar nimasi? Soni bo'ladi. Kimyoviy formulaning turlari ko'p. Masalan, 5 ta turi bor. Yozmayman uni, hozirga aytib ketaman. Molekulyar, struktura tuzilish, elektron, grafik, empirik. Nechta bo'ldi? Nechta bo'ldimi? 3 ta. Yo'q, mana. Molekulyar, ikkinchisi struktura tuzilish, uchinchisi elektron, to'rtinchisi grafik, beshinchisi empirik. 5 ta bor. Xo'p, kimyoviy formula qanaqa hosil qilinadi? Masalan, olaylik. A elementi bilan B elementi bor, to'g'rimi? Endi A ni valentligi 1. B niki necha? 2. Formula tuzganda valentliklari almashinadi. Qachon shunchaki almashtirib qo'yiladi? Agar valentliklari bittasi juft, bittasi toq bo'lsa, prosta tak joy almashtirib qo'yiladi. Tushunarli? Hozir 1 toq, 2 juft. Bo'ldi, bular qisqarmaydi. Shunchaki joyni almashtirib qo'yaman. Mana bu yerga 2 qo'yaman. Mana bu yerga necha qo'yaman? 1 yozilmaydi. 1 yozilmaydi. Xo'p, agar buni valentligi 3, buniki 2 bo'lsa, nima bo'ladi? A2 B3 bo'ladi. 2 B3. Agar buni valentligi 4, buniki 2 bo'lsa-chi? A B2 bo'ladi. 4 ni nechiga bo'laman? 2 ga bo'lsam 2 o'ng tomonga tushgani uchun 2 ni bu tomonga yozaman. Teskari bo'lib qolsa-chi? 2 to'g'ri bo'lib qolsa, 4 ni 2 ga bo'laman. 2 chiqadimi? Demak, 2 ni qayerga yozaman? Bu yozaman. Keyin misol A ni valentligi 6, buniki 2 bo'lsa-chi? A B3 bo'ladi. O'tilgan oldi menimcha bular, ha? Ha. Hamda bo'lsa-chi? 7 bormi? Ha. Tushundik-a? Formula hosil qilishda muammo. Ketma-ketlik bo'yicha olsak, eng kattasi o'zi hayot, borliq. Undan misol mana bunda materiya deydigan bo'lsak, materiya bu haqida hayot tashkil qiluvchidir. Materiyani ichida nima bo'ladi? Atom bo'ladi. Materiya keyin yo'q. Ha. Jismdan iborat. Materiya ichida jism bor. Jismni ichida molekula. Modda bo'ladi. Ya'ni jismni hosil qiluvchilar modda bo'ladi. Moddalar yig'ilib, to'dalanib jism hosil qiladi. Moddani ichida nima bo'ladi? Molekula bo'ladi asosan. Endi modda ham hosil qilishi mumkin, u kam. Nima ekan? Molekula. Molekulani ichida nima bo'ladi? Atom bo'ladi. Atom bo'ladi. Atomni ichida esa 3 xil zarrachalar bo'ladi. Proton, neutron. Proton, elektron, neutron. Neutron. Bu ham bo'linib ketadi. Proton, elektron, neutronlarning ichida ham bor modda zarrachalar. O'tgan safar aytganim, sizga aytganim adashmasam, Merkaptan degan narsa bor, Merkaptan. Xullas, undan ham kichigi bor, uni faqat
ultra mikroskopda ko'rishingiz mumkin. Nanokimyo degan bo'lim bor. Nanokimyo degani juda ham mayda zarrachalarni o'rganadigan kimyoning bir bo'limi hisoblanadi. Tushunarlimi? Bu dalish ketaveradi. Ha. Faqat bitta narsadan to'xtab qolmaslik kerak. Atom eng kichkina zarracha, undan kichigi yo'q degan narsa bilan to'xtamaslik kerak. Undan ham kichigi bor, faqat biz uni oddiy ko'z bilan ko'rish ilojisi yo'q. Tushunarlimi? U oliy ximiyada institut programmasida o'tiladi. Abituriyent programmada bu narsalar kerak emas. Tushunarli? Xo'p. Endi moddaga bilamiz. Moddaga qanaqa ta'rif berardik? Ha? Moddaga qanaqa ta'rif berardik? Bir nechta atom, ikkitadan ko'proq atomning yig'ilganini. Yo'q, modda degan aniq fizik kimyo xususiyatga ega bo'lgan, aniq tarkibga ega bo'lsa, modda bo'ladi. Molekula nima edi? O'sha aytgan bir nechta atomning Mana qarang. yig'ilgan. Agar mana moddaning aytdik, ya'ni fizik va nimasi bo'ladi? Kimyoviy Kimyoviy. xossasi bo'ladi, keyin tarkib bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Molekulaning vazifasi moddalarning kimyoviy xossasini ushlab turadi. Demak, molekulaning vazifasi mana buni qo'riqlash. Nimasini? Moddani nimasini qo'riqlaydi? Kimyoviy xossasi. Demak, moddaga ta'rif bering endi. Molekulaga ta'rif bering. Moddaning kimyoviy xossasini saqlab turuvchi bu molekula. Ya'ni sizga savol bersa, moddaning yuragi nima desa, moddaning yuragi bu molekula bo'ladi. Tushunyapmizmi? Ha. Agar molekula bo'lmasa, moddaning nimasi bo'lmaydi? Kimyoviy xossasi bo'lmaydi. Kimyoviy xossa bu reaksiyaga kirishish qobiliyatimidi? Ha. Fizik xossa insonning sezgi a'zolari orqali his qilinadigan bo'lsa, fizik xossa bo'lardi u. To'g'rimi? Ha. Atomga ta'rif beramiz. Atomga endi. Atom qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bo'linma zarracha deb qo'yamiz, to'g'rimi? Endi eski qarash bo'yicha, lekin atom baribir nima qiladi? Bo'linadi. Atom bo'linma zarracha. Tushundingmi? Ha. Xo'p. Endi atom to'liq ta'rifini bilamizmi? Tarixini yo ta'rifini? To'liq ta'rifi. Nima edi? Yadrosida proton va neutron bo'lgan, atrofida esa yadroning atrofida esa manfiy zaryadlangan elektronlar nima edi? Aylanuvchi elektroneytral zarracha. Musbat zaryadlangan yadrosi bo'ladi. Musbat zaryadlangan yadro va nima? Manfiy zaryadlangan elektronlar aylanasi. Va uning atrofida manfiy zaryadlangan nimadan iborat? Elektronlardan iborat qanaqa zarracha deyiladi? Elektroneytral zarracha. Elektron neytral zarra. Tushunarli? Xo'p. Endi atom ikki qismdan iborat bo'ladi. Qanaqa? Yadro bilan nima edi? Atrofda aylanuvchi nima? Elektron. Yadro bilan
orbital. To'g'rimi? Yadroda nima joylashadi? Proton bilan neutron. Orbitalda Elektron. elektron. Xo'p, endi protonning o'zini massasi bor, to'g'rimi? Nisbiy massasi bor. Haqiqiy massasi emas, nisbiy. Protonning massasi 1, zaryadi necha? Plus. +1. Elektron oladigan bo'lsak, elektron massasi 0, nisbiy zaryadi -1. Neutronnikichi massasi 1, uniki 0. Xo'p. Demak, protonni qanaqa zarracha deymiz? Musbat zarracha. Musbat zarracha. Elektronni Neytral. manfiy. Neytronni esa zaryadsiz deymiz. Chunki 0 nimaga kirmaydi? Qandayda? Nisbatan manfiy emas. Koordinatni x o'qisak, mana bu yerda nima turadi? 0 qo'ysak, mana bu yoqda +1, bu yoqda -1. To'g'rimi? -1 bo'lsa bu elektron, 0 bo'lsa neutron, buchi proton. Endi bularni aniqlagan olimning ismi bor. Proton kim aniqlagan deb o'ylaysiz? Protonni Ernest Rutherford aniqlagan. Elektronchi? Elektron Thomson, J. Thomson. Neytronni Chadwick. Kim ekan? Chadwick. Qaytaringchi? Boshidan o'qib bering. Bosh tarixdan mana bu yerdan. Atom musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarracha. Shunda atom ikkiga bo'linib, yadro bilan orbital bor. Yadroda proton, neutron, orbitalda esa elektron. Shunda proton musbat, massasi 1, nisbiy, keyin o'zi +1. Elektron manfiy, massasi 0, o'zi -1. Neutron massasi 1, zaryadsiz 0. Ularni Rutherford, Thomson va Chadwick aniqlagan. Yaxshi. Xo'p, endi sizga mana bunday keladi. Protonning o'zi nima deyiladi? Ikki xil nom bor, masalan. Proton desak ham bo'ladi yoki proton zaryadi +1 bo'lgani uchun nima deymiz? Musbat nuklon deyiladi. Tushunarlimi? Xo'p, nima uchun nuklon deyiladi desak, o'zi mana bu proton bilan neytronni yig'indisi nima deyiladi? Yig'indisini nuklon deydi-da. To'g'rimi? Ha. Shuni orasida endi bu +1. Bu 1 ga necha? 0 mi? Qaysi biri musbat orasidan? Proton. O'shaning uchun proton nomi nima deydi? Musbat nuklon. Neutronchi? U zaryadsiz. Zaryadsiz. Nima ekan? Nuklon.
proton, neytron, elektron uchalasini esa qisqa qilib nima deydi? Nukleon. Nima ekan? Nukleid ekan. Nukleid ekan. Tushunarli? Ha. Neytral atom degan tushuncha bor. O'zi neytrallik nimani anglatadi? Neytral degani bu ikki tomonga ham yurmaydi, ha? O'rtada. Neytral atom. Neytral atom deganda hech kimga elektron bermagan, elektron olmagan ham. Elektron oldi berdisi bilan shug'ullanmaydi. Misol, xasis boy. Hech kimga pul bermaydi, olmaydi ham. O'zi bilan o'zi bo'lib yuraveradi. Bu degani uni puli kamaymaydi ham, ko'paymaydi ham deylik misol, to'g'rimi? O'sha holatda neytral atomda protonlar soni bilan elektronlar soni bir-biriga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Endi neytral atom emas, ion bo'ladigan bo'lsa, ion. Ion deb eshitganmiz? Ionda protonlar bilan elektronlar soni bir-biriga nima bo'lmaydi? Teng bo'lmaydi. Teng bo'lmaydi. Tarozi buzilgan, muvozanat buzilgan bo'ladi. Xo'p. Neytral atom demak teng dedik. Ion misol qanaqa qilib tushuntirishim mumkin buni sizga? Masalan, tarix sistemadan biron bir elementni olaylik. Litiyni oladigan bo'lsak, litiy qanaqa? Metal. Litiy metal, tepasiga qarang, tepasiga 0 qo'yib qo'yadiku bunday qilib. Bu atom degani bu, atom, neytral atom degani. Endi litiyning massasi necha? 7, zaryadi +3, to'g'rimi? Endi bu ta'rifni aytdik. Atom musbat zaryadlangan nima bor? Yadro bor dedik, to'g'rimi? Ha. Endi bunday qilamiz. Musbat zaryadlangan yadroda nima bo'ladi? Musbat zaryadlangan 3 ta nima bor? Proton bor. 7 dan 3 ni ayirib olsak, neytron kelib chiqadi. Zaryadga ega bo'lmagan 4 dona nimasi bor? Neytron. Neytron bor. Endi buni orbitali bor, mana orbitali. Bu yadroni qobig'ida bu. Endi mana orbitali mana bu yerda. Mana bu yerda mana bitta, ikkita, to'g'rimi? Endi nechta elektron bo'lish kerak bunda? 3 tami? Mana 1, 2, uchinchisi qayerda turibdi? Tashqarida turibdi. Mana bunisi nima dedik? Bunisini yadro dedik. Xo'p. Bunisi mana buni orbital dedik. To'g'rimi? Xo'p. Endi bu neytral atom holati bu. Ya'ni nomini aytsak ham bo'ladi. Bu nima? Litiy Atom tuzilishi. Xo'p. Bitta qoidamiz bor. Elektron qancha yadroga yaqin joylashsa, u elektronning chiqib ketishi qiyinroq bo'ladi. Elektron yadrodan uzoqda joylashsa, u elektronni chiqib ketishi oson bo'ladi. Chunki nimaga? Elektron qancha yadrodan uzoqda bo'lsa, o'zining shaxsiy xususiy energiyasi oshib boradi, yadro bilan bog'lanish energiyasi pasayib ketadi. Masalan, siz yoki men misol oladigan bo'lsak, biz uydan qancha uzoqlashsak, ota-onadan uzoqlashgan sari
xususiy shaxsiy energiyasi oshib ketadi, ota-ona bilan bog'lanishi nima qiladi? Kamayib ketadi. Bunda elektronning erkinligi ko'payib ketadi. Shuning uchun u elektron chiqib ketishi nima bo'ladi? Osonroq bo'ladi. Tushuntira oldim? Ha. Demak, mana bu 3 elektrondan qaysi biri chiqib ketishi osonroq ekan? Ikkinchida turganlik bitta. Demak, mana bu elektron nima qiladi? Chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin nima paydo bo'ladi deb o'ylaymiz? Boyagidek turibdi mana 3 ta proton yadroga ta'sir qilmaydi-ku, to'g'rimi? Ha, ion paydo bo'ladi. Mana keyin mana bu yerda demak nechta elektron qolib ketdi? 2 elektron qoldi. Mana bu yerda elektron chiqib ketdi. Bu yerda faqat bo'sh qobiq paydo bo'ldi. Endi bu yerda litiy qanaqa nima bo'ladi? Nechta elektronga muhtoj? Nechta beraverdi? Bitta. O'shaning uchun Bitta berib olgan. qanaqa kation hosil bo'ladi? Litiy Ion. litiy kation hosil bo'ladi. Nima uchun kation deb aytayapmiz deydigan bo'lsak, musbat bo'lgani uchun nima deyiladi? Kation. Endi nechta elektron paydo bo'ldi litiydan? Ikkita qolib ketdimi? Ha. Lekin nimasi o'zgarmayapti? Mana qarang, yadrosi o'zgardimi? Atomdan ionga aylanyapti. Nima o'zgardi faqat? Bitta elektron chiqib ketgandan elektron. Demak, atomdan ionga o'zgaradigan bo'lsa, faqat nima o'zgaradi? Elektronlar soni. Elektronlar soni o'zgaradi, lekin nima o'zgarmaydi desa, nima deymiz? Proton bilan neytron. Kons deb qo'yaman. Kons tushunamizmi? Ma'nosi nima? Kons inglizcha so'z emasmi? Inglizchadan o'zgarmas degan. Kons inglizcha so'zdan olingan bo'lib, o'zgarmas degan. Tushunarli? Xo'p, endi ion. Ionga ta'rif beraylik. Ion nima edi? Proton bilan Zaryadlangan zarracha. Nima ekan? zarracha. Xo'p, ion so'zi grekchadan olingan ma'nosi. Grekchadan olingan bo'lib, nima edi ma'nosi? Kezib yuruvchi yoki bizning tilda daydi deydi u. Ma'nosi nima ekan? Daydi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, ionlar necha xil bo'ladi? 2 xil bo'ladi. Birinchisi nima edi? Kation. Keyingisi anion bo'ladi. Kation bu qanaqa ion? Anionchi? Xo'p, kationning vazifasi nima? Bu elektron beradi. Anionchi elektron oladi. Umumiy qolib qoladigan bo'lsa, kation bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Kation nomida. Anionchi tushundingizmi?
o'qib yuboringchi bitta. Yon zaryadlangan zarracha grekchadan kezib yuruvchi daydi yo'li ikkitaga bo'linib, kalsium bilan anion bor. Kalsium musbat elektron beradi, keyin anion manfiy elektron oladi. Yozilishi K+ bilan anion. Yaxshi. Hop. Endi mana bunday qilamiz, qarang. Natriy yana natriy hop yo'q natriy keyin kalsiy alyuminiy xo'sh uglerod -4 xo'sh oltin gugurt -2 fosfor -3 yoki da azot +5 holatda ko'ramiz, qarang. Natriynikini yozmoqman. Natriy necha bo'ladi? +1, kalsiy +2, alyuminiy +3. To'g'rimi? Endi qarang. Plus degani berdi deganimi, oldi deganimi? Berdi degan. Xo'p. Doriy sistemada natriyning massasini topaman. Natriy necha massasi? 23. Tartib raqami? Nima raqami? Tartib raqami. 11. Kalsiy 40 ga 20 mi? Alyuminiy 27 ga necha? 13. Uglerod 12 ga 4. Oltin gugurt 32 ga necha edi? 32 ga 16. Fosfor Fosfor 31 ga 15. azot necha? 15 ga yetdimi? Ha. 14 ga yetdi. Chalg'imang. Xo'p, demak plus bo'lsa berdimi, oldimi? Berdi. Protonlar soni har doim nimasiga teng bo'ladi? Tartib raqamiga teng bo'ladimi? Shunaqami? Mana bu natriyda nechta proton bor? Natriyda 11 dan 11 ta. Kalsiyda nechta bor? 20 ta. Alyuminiyda, 13 ta. uglerodda, 4 ta. keyin 16 ta, 15 ta, 7 ta. endi neytronlar soni qanday topilardi? Neutron asas Massadan tartib raqami ayirib tashladi, protonni ayirib tashladi. To'g'rimi? 23 dan 11 ni ayirsam 2. 12, 40 dan 20 ni ayirsak 20. 27 dan 13 ketsa 14. 12 dan 4 ketsa 8. buchi? 16. Bu Yana 16. 7. yaxshi. Endi plus bo'lsa beradi, minus bo'lsa nima qiladi? Oladi. Demak, Oladi. natriy necha plus bo'lib turibdi mana? Plus bitta. 11 ta edi, bitta berib yuborsa nechta qoladi? 10 ta. 10 ta. Kalsiyda 20 ta elektron bor edi, 2 ta berib yubordi. 18 ta. Alyuminiy 13 ta edi, 3 ta ketdi. 10 ta. Uglerod 4 ta edi, -4 degan 4 ta qabul qilib oldi. Nechta bo'ladi? 16 ta. 8 ta. Ko'paytirib yubordingiz. 12. Tu mana elektron nechta edi? 4 ta edi, 4 ta oldi.
Oltin gul Ha. 16 ta elektroni bor edi. Nechta oldi? 18. 2 ta oldi, 18 ta. 18 ta. Fosfor 15 ta edi, 3 Yo'q, tasi. 18 ta. Azot 2 ta qoldi. Berib yubordimmi bu? Keyin bu aytdik, ionlar ikki xil bo'ladi dedik-ku, kation bo'ladi dedik, keyin nima bo'ladi dedik? Anion. Xo'p, kation demak bu musbat, anion manfiy. Manfiy. Kation elektron beradi. Elektron bergani uchun protonlar soni elektronlar sonidan nima bo'ladi har doim? Katta. Ko'p yuradi. Elektron kam bo'ladi-da. Anion elektron olgani uchun protonlar soni elektronlaridan nima bo'ladi? Kam bo'ladi, kichkina. Mana qarang, e'tibor bering. Anionga qarang-da, anionda. Mana. Masalan, mana bu anion, to'g'rimi? Elektron nechta chiqyapti? 18 ta. Proton nechta? Mana. 16 ta. Ko'pmi 18 16 dan? Ha. Endi kationga qaraymiz. Mana alyuminiy misol. Alyuminiy nechta elektroni bor? 10 ta. 10. Proton nechta? 13 ta. Ko'pmi proton elektrondan? Ha. Qachon proton elektrondan ko'p bo'ladi mana? Nima bo'lsa? Kation bo'lsa. Kation. Qachon elektroni ko'p bo'ladi desak, qachonki anion bo'lsa. Indeksga qarab nechta atom borligini topsa bo'ladi. Masalan, mana bu. Vodorod 4 o'sakka 7 13 ta Xo'p, atom bor. Bu shunda 7 ta. Hı? Ha. Nechta Ha, bor? o 3 ta. Mana bunda 7 ta bor, to'g'rimi? Evet. Plus 7 ta bor. bundachi? 21. 28. 28. Bo'ldi. Demak, bunda nechta davr bor edi? 14 ta Ne bo'pladingiz? davr. 11 ta 8 ta guruh. Yettita davr. 7 ta. A. 11 ta qator. Qator. Guruhlar ikkiga bo'linadi. Asosiy va qo'shimcha. Qo'shimcha. Davrlar ham ikkiga bo'linadi. Kichik davrlar va katta davrlar. Kichik davrlarga 1-chi, 2-chi, 3-chi davr, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi davrlar bu katta davrlar. Tamam. Katta davrlarda nechta qator bo'ladi bularda? Ikkitadan qator bo'ladi. Kichkina davrda bitta qator bo'ladi. Bitta. Tushunarlimi?